Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz til ixlosmandlari. Sizlar bilan men Nadejda Mahkamova va bugun siz bilan polyak tili darsida 83-darsda lichebniklar bilan foydali idiomalar, foydali iboralarni o'rganamiz. Bu iboralarni siz albatta har doimki kuningizda va boshqa odamlar bilan gapirganda, polyaklar bilan gapirganda ishlatishingiz mumkin, chunki ular juda ham mashhur boshqa tillarda, lekin siz polyak tilida qanday qilib shuni aytishingizni bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. No to lećmy. Pierwsze. Wyglądać jak $1 000 000. Wyglądać jak $1 000 000. Juda qimmat, yaxshi ko'rinish. Masalan, powiem tylko, że ona wygląda jak $1 000 000. Powiem tylko, że ona wygląda jak $1 000 000. Shuni aytishim mumkinki, u ajoyib ko'rinadi. Ona wygląda jak $1 000 000. Bu yerda albatta wyglądać fe'lini ona kelishiga, ona olmoshiga moslab qo'yasiz va u holatini, o'zini shaklini o'zgartiradi. Wyglądać, ona wygląda. Być po 20. Być po 20. Bu yosh bo'lmaslik. So'zma-so'z tarjima 20 yoshdan kattaroq bo'lish. Na przykład, Seneca i ja jesteśmy po 20, a dwaj pozostali na moje oko są chyba trochę starsi. Dwaj pozostali bu ikkitasi, qolgan ikkalasi. Demak, dvay lichebnigini biz o'rgandik o'tgan darslarda. Siz o'tgan darslarni kuzatgan bo'lsangiz, dvay qanaqa lichebnigligini bilishingiz kerak va qanaqa lichebnikligini nomlashga qodir bo'lasiz. Va dvayni qanaqa lichebniklar turiga kirishini siz nomlashga qodirsiz deb umid qilaman. Demak, Seneca va men 20 yoshdan oshganmiz. Qolgan ikkitasi esa mening fikrimcha biroz kattaroq. Seneca i ja my jesteśmy po 20. Demak, jesteśmy być fe'lining shakli. Jesteśmy. Demak, biz ikkinchi shaxs ko'plikda keladigan być fe'lining shaklidir. Jesteśmy po 20. 20 yoshdan kattaroq biza, kattaroq ko'rinamiz. Lekin dvay pozostali, qolgan ikkitasi esa, masalan, ma'lumki odam haqida gap ketyapti. Mening fikrimcha, na moje oko. Mening fikrimcha, na moje oko. Biroz kattaroq. Trochę starsi. Bu yerda starsi degan so'z ishlatilyapti, chunki qolgan ikkalasi ma'lumki ular erkak kishi. Starshe bo'lsa edi, ayol va erkak bo'lardi. Bu yerda ushbu misolda ikkita erkak kishi bo'lgan tufayli oxiri starsi bo'lib tugaydi. Nie umieć zliczyć do 3. Nie umieć zliczyć do 3. Bu misolda lichebnik 3. 3 lichebnigi ishlatiladi. 3 bu 3. Demak, so'zma-so'z tarjima qilganda u 3gacha sana bilmaydi. 3gacha sanay olmaydi. Oddiy narsalarni bilmaslik. Nie umieć liczyć albo nie umieć zliczyć do 3. 3 bu yerda do czego? Dopełniacz formasida keladi. Do czego? Do 3. Nasz nowy uczeń nie umiał zliczyć do 3. Demak, faqat zliczyć, umiał zliczyć fe'lni shaklini o'zgartirasiz, qolgan joyi esa o'zgarmaydi. On nie umiał, ona nie umiała, ja nie umiałem, ja nie umiałam, ja nie umiałem, wy nie umieliście, wy nie umieliście. Va hokazo. Demak, faqat ana shu umieć liczyć, umieć zliczyć, umiechni shaklini almashtirib, boshqa olmoshlarni qo'shsangiz ham bu to'g'ri bo'ladi. Chunki zlichichdan keyin o'g'i u tarafi o'zgarmasligi mumkin, o'zgarmaydi ham. Bizning yangi o'quvchimizni oddiy narsalarga aqli yetmadi. 3gacha sanay olmadi. Nie umiał zliczyć do 3. Czucie jak piąte koło owozu. Czucie jak piąte koło owozu. Demak, aravani 5-g'ildirakidek bo'lish. Demak, o'zini keraksiz his qilish. Czucie. Czucie bu fe'l, his qilmoq.
o'zimni o'zim his qilmoq degan fe'l hisoblanadi. Się yordami bilan ishlatiladi. Misol, na razie jednak nie wszystko jeszcze umiem robić, więc czasem czuję się jak piąte koło owozu. Na razie jednak nie wszystko jeszcze umiem zrobić, więc czasem czuję się jak piąte koło u wozu. Ammo hozircha men hamma narsani qila olmayman. Demak, na razie hozircha, jednak, ammo bularni biz kelasi darsda o'rganamiz albatta. Ammo jednak, na razie hozircha, jeszcze hali qila olmayman. Shuning uchun ba'zida o'zimni uchinchi keraksizdek his qilaman. Demak, ba'zida o'zimni keraksizdek his qilaman. Czuję, ja czuję się jak piąte koło owozu. Ja czuję się. Ty czujesz się. Ty czujesz się jak piąte koło owozu. Demak, ja czuję, ty czujesz. I tak dalej. Zapamiętaj to. Nie ma 5 minut na przerwę. Nie ma 5 minut na przerwę. Demak, 5 bu yerda liczebnik hisoblanadi va shu liczebnik orqali biz idiomani o'rganamiz. 5 daqiqa ham yo'q. Ish ko'pligi, vaqt kamligini anglatadi. Demak, 5 daqiqa tanaffusga ham 5 daqiqa yo'q. No, pracy jest tu sporo i są dni, kiedy ciężko jest wziąć 5 minut przerwy. 5 minut przerwy bu yerda o'zgaradi, chunki nie ma qo'yilmasa, mianownikda qo'yiladi. Demak, 5 minut przerwy. Co? 5 minut przerwy. Nie ma czego, nie ma 5 minut przerwy. Demak, 5 dopełniacz shaklida kelyapti va 5 esa mianownik shaklida kelyapti. Tarjimasi: Xo'sh, bu yerda qilinadigan ishlar juda ko'p va 5 daqiqalik tanaffus qilish qiyin bo'lgan kunlar ham bor. 5 minut na przerwę. Demak, przerwa bu tanaffus. Ana shu przerwa. Ja mam przerwę, menda tanaffus bor. Nie mam przerwy, tanaffus yo'q. 9 dan 17 gacha. Demak, 9 dan 5 gacha. Praca od 9 do 5. Od 9 do 5. 9 i 5. 9 i 5 bu yerda liczebniklar. Va ana shu 9 va 5, 5 ana shu liczebniklar bizda tartib raqamida kelyapti. Doimiy ish, barqaror ish tartibi, ba'zan ishga qul bo'lmoq. Masalan, 9 do 5. Aha, jasne. To ty pracujesz od 9 do 5. To znaczy, że jesteś wolny człowiek. Demak, sen agar 9 dan 5gacha shunaqa ishga ishlagan bo'lsang, sen demak ozod emassan. Ozod emassan degani shu idioma, fraza, ibora polak tilida juda ham ko'p. Ingliz tilida ham juda ham ko'p bu narsa. Praca od 9 do 5 jest gorsze niż wiążenie. Yana bir marta. Praca od 9 do 5 jest gorsze niż wiążenie. Wiążenie. Demak, bu qamoq. Wiążenie. Niż wiążenie. Demak, qamoqdan ham battar. Gorsze. Esingizda bo'lsa, biz ana shu sifatlarni o'rgangandik. Zły, gorszy, najgorszy. Uchtasi. Demak, yomon, battar, undan ham battar. Doimiy ish, har kun ishlash, qamoqdan ham battar. Praca od 9. Praca bu ish od 9 do 5, 9 dan 5gacha. 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. Demak, 7 kun ichida 24 soat ishlash. 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Demak, 7 dni w tygodniu, bir haftada 7 kun, 365 dni w roku, yiliga esa 365 kun ishlash. Demak, har kuni ishlash 24 soatdan. To masakra. Ten sklep jest czynny 24 na dobę. Ten sklep jest czynny 24 na dobę. Demak, bu do'kon doim ochiq. 24 soatga 7 ochiq. 24 na dobę. Albo że 24 na 7 desangiz ham bo'ladi. Demak, 24 soatga 7 kun. 24 soat 7 kun. 24 na 7. Demak, ana shu 7 ni qo'shsangiz ham na dobeni o'rniga to'g'ri bo'ladi. Szef porę oszczędza
9 szwów później. Szef w porę oszczędza 9 szwów później. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej leczyć demek. Lepiej zapobiegać niż leczyć. O'z vaqtida qilingan tikuv 9 ta tikuvni keyinroq saqlaydi yoki boshqacha qilib aytganda davolashdan ko'ra oldini olish yaxshidir. Demak, davolashdan ko'ra ana shu lepiej zapobiegać. Demak, leczyć bu davolash va zapobiegać bu oldini olish. W 9 przypadkach na 10. W 9 przypadkach na 10. Undan 9 marta. Undan 9 marta ko'pincha demak. Na przykład w 9 przypadkach na 10 studenci otrzymują wizy. W 9 przypadkach na 10 studenci otrzymują wizy. Demak, ko'pincha 10tadan 9 marta, 10tadan 9tasi vizalarni olishadi. Studentlar ko'pincha vizalarni olishadi. W ostatniej sekundzie, w ostatniej chwili, w ostatniej sekundzie, w ostatniej chwili. Demak, w ostatniej chwili albo w sekundzie zdążyła zapłacić pociąg. Nie, zdążyła złapać pociąg. W ostatniej chwili, w ostatniej sekundzie zdążyła złapać pociąg. U oxirgi soniyada poyezdga ulgurdi. Demak, poyezdga chiqishga oxirgi soniyaga ulgurdi. Sekunda i chwila ular sinonimlar. Mieć chwilę, masalan, mam chwilę. Menda 1 daqiqa bor, 1 soniya bor. Nie mam chwili, menda ana shu 1 soniya ham vaqt yo'q. Chwila i sekunda. Na czworakach. Na czworakach deyarli 4 oyoqda. 4 oyoqda. Szukaliśmy w każdym zakątku. Nie małże na czworakach. Nie małże na czworakach. Demak, biz har bir burchakni 4 oyoqda qidirdik. Har bir kuch bilan, bor kuch bilan qidirdik. Nie małże na czworakach. Demak, na czworakach 4 oyoqda. Masalan, pracuję na czworakach, 4 oyoqda ishlayman. Pracuję na czworakach. Studiuję na czworakach. 4 oyoqda o'qiyman. Na czworakach. Przybić piątkę. Dawać piony. Demak, 5 tasha desangiz, daj pionę, high five. Ana shu narsa dawać pionę albo przybić piątkę deyiladi. Na koniec wieczoru z chłopakami przybiliśmy sobie piątkę. Przybiliśmy sobie piątkę. My przybiliśmy piątkę. Ja przybiję ci piątkę. Albo daj pionę. Beshol. Daj pionę. Kechani oxirida bolalar bilan 5 tashladik. Upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Demak, 2 va jednym. Ikkita liczebniklar orqali biz ana shu idiomadan foydalanamiz. Ikkita quyonni bir o'q bilan o'ldirish. Va shunga o'xshash sinonim iboralarning ma'nosi. Zostałam przyjęty do grupy, więc upiekłem 2 pieczenie na jednym ogniu. Więc upiekłem 2 pieczenie na jednym ogniu. Meni guruhga qabul qilishdi. Shuning uchun men bir tosh bilan ikkita qushni o'ldirdim. Yoki men bir o'q bilan ikkita quyonni o'ldirdim. Co dwie głowy to nie jedna. Co dwie głowy to nie jedna. O'zingizdan ko'ra kimdir bilan yechim topish osonroq. Bir kalladan ko'ra ikkita kalla yaxshi. Co dwie głowy to nie jedna. Judayam zo'r idioma. Na przykład, wie pan, jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna. Wie pan, bilasizmi? Aytganlaridek. Bir kalladan ko'ra ikki kalla yaxshi. Bugungi idiomalarimizni tugatdik. Sizga qaysi idioma yoqib qolgan bo'lsa, albatta kommentariyada izoh qoldiring va qanaqa idiomalarni o'rganmoqchisiz, ana shularni ham yozib o'ting. Qaysi qiyin bo'ldi, qanaqa idiomalar oson bo'ldi, umid qilamanki, sizga hammasi foydali keladi deb. Do zobaczenia na następnych lekcjach. Pa, pa!